Barchaga salom. Sizlar bilan men Islombek Gaming. Bugungi videoda biz Minecraft o'yiniga shader qo'shishni o'rganamiz. Qani ketdik. Va server ochib olamiz. Va mod obzor deb nom beramiz serverimizga. Mana do'stlar, va kreativga o'tamiz. Cheatga o'tib, cheatimizni yo'q olamiz. Va resource packsga o'tib, mana shu modni, ya'ni mana bu modni aktiv qilamiz. Mana bo'ldi do'stlar. Endi server ochib olamiz. Server ochguncha u yerni kesib tashlayman do'stlar. Do'stlar, mana server ham ochib bo'ldik. Va sizlar bitta e'tibor beringlar, mana bu daraxtlarga, o'tlarga juda ham shaderimiz o'xshagan, ya'ni mana sizlarga qilichlarni ham ko'rsataman. Mana bunaqa oddiy объяснение qilish emas do'stlar. Mana bu yerda ham qaranglar do'stlar. Shader bor. Sizlarga ko'rsataman. Mana ko'ryapsizlar do'stlar. Ko'rayotganinglar, bu mod cheatlikda do'stlar. Mana ham oddiy tayoqcha ham shunday. Tayoqcha ham shunday oddiy do'stlar. Juda ham chiroyli. Do'stlar, qolgan narsalarni siz o'zingiz bu modni o'rnatib ko'rib olishingiz mumkin. Albatta do'stlar, sizlarga bitta gapim bor. Do'stlar, sizlarga men kattakon rahmat aytish uchun gapim bor edi. Chunki men sizlardan o'tgan videoda, ya'ni tanka modini tekshiramiz degan videomizda men sizlardan keyingi video uchun 4 ta like so'ragandim. Lekin sizlar bir kun ichida 6 ta like yig'dinglar do'stlar. 30 ta prosmotr, 6 ta like va 4 ta komment qilib berdinglar do'stlar. Sizlarga kattakon rahmat. Joninglar sog' bo'lsin. Unda hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan men Islombek Gaming. Aytgancha do'stlar, keyingi videoga 10 ta like va men keyingi videoni chiqaraman. Hammaga xayr.